Okuşlar. Köngül kuylarınız qalay? Sabaqqa dayımsizmi? Öte keremet. Köngül kuyimiz yaxshi bo'lsa, biz sizlarga bugungi жаңа sabaqimizni boshlaymiz. Sizlarga bizlarning bugungi жаңа taqdirimiz болашаққа саяхатпен басталады екен. Qani bizlarga taqtaga qarayық. Neni ko'rib turmiz? Neni ko'rib turmiz? Qo'limizni ko'tarib aytamiz. Eljas, biz ushaqni ko'rib turmiz. Durust, ushaqni ko'rib turmiz. Ushaqdan qaysi yerga boruga bo'ladi? O'z fikrimizni o'yimizni aytaylik. Qaysi yerga boruga bo'ladi? Davlatlarga boruga bo'ladi. Boshqa mamlakatlarga, boshqa ellarga boruga bo'ladi. Misol, qaysi yerga borishni armandaymiz? Erkin aytavering. Men Koreyaga bordim. Koreyaga borgis keldi. Dubayga borgis keldi. Tag'i kim qayerga borgis keldi? Koreyaga. Sen? Men Koreyaga bordim. To'xta birinchi bo'ldi. Sababimizni жалғастырамыз. O'rnimizga joylashib, sayohatni boshlaymiz. Al endi qaraymiz, bizning bugungi taqdirimizda biz bo'lashaqqa sayohat jasaydi ekanmiz. Qalay sayohat jasaymiz? Bo'lashaqqa sayohat jasaydi ekanmiz. Ushaqqa o'tirishimiz uchun bizga ne kerak bo'ladi? Bilet kerak bo'ladi. Al endi men sizlarga biletlarni және to'rt hujjatlarimizni tayyorlab keldim. Asfa kelib olamiz, to'pqa birikib olamiz. O'te yaxshi, to'rt hujjatimizning ostida bizga piyasanlar jasirgan sol to'pqa birikamiz. Qani qaraymiz. Birinchi to'p, ikkinchi to'p deb. Qay to'pda? Birinchi to'p. Sen birinchi to'pqa deb qarab ekansan, marasan. Jasirimizni bugungi kunda jasamiz. Bugun 47 O'quvchilar, sizlarga o'zlaringiz bag'alovlaringiz uchun bunday bag'alov paraqchalarini tayyorlab keldim. Tez olamiz. O'zimizni bag'alab o'tiramiz. O'quvchilar, biz o'tgan sabaqlarda pishiqda uchun sizlarga zat ism және sin ismga байланысты so'roqlarni tayyorlab keldim. Sizlar erejasini aytaychi. Zat ism deganimiz ne? Zat ismi zatdan atın bildiradigan so'z tabli. Durust. So'roqlari nelar, kim. Jaraysin, sin ismini qaytalaysan? Sin ismini Zatdan turin sapasin bildiradigan so'z tabli. Jaraysin. Al endi topshirmani o'rindaymiz. Asfaymiz. Zat ismga bo'ladi. Yaxshi. Ulkan. Qanday degan so'roqqa javob bo'ladi? Жалғастырамыз. Dürüst. Sonradan biz bugün isteytim oldu. Болашаққа саяхат жасаймыз. Өзіміздің қиялымыздағы пәтерге саяхат жасайтын болдық. Ал енді ойланайық. Біздің болашақтағы пәтеріміз қалай болады екен? Біздің барлығы сол екі топта бізде ноутбугымыз бар, қасымызда қараймыз. Нені көріп тұрмыз?
Chat GPT. Al endi o'zimizning qoladagi bo'lajak paterimizni qalay bo'ladigini so'rab yozaylik. Kim yozadi? Men. Alamiz, yozamiz. Al, yoz. Sizlarga de sonday taqsirma beriladi. Yozalamizmi? Yozamiz. Mening qoladagi bo'lajak paterim qalay bo'ladigini armonimizni yozamiz. Kim yozadi? Surat sol. Suratni solib yozamiz. Al endi bizga birinchi to'pning surati dayin ekan. Birinchi to'pdan kim chiqadi? Kim aytib beradi? Voy, barakeldi jaraysizlar. Chiqadi. Rabiya qizimiz chiqadi. Bu bo'lma kichkintoy bo'lsa-da, buning uchinchi bir narsa o'rnashgan. Durust. Bu bo'lmaga kerakli bir narsa bor. Zotlar bor. Televizor bor, kompyuterlar bor, shkaflar. So'radingizga kitob so'rasi, kiyim so'rasi bor. Tag'i Neni ko'rib tursiz? kitoblar. Durust. Bo'lmay sening savolingdan shuni o'ng'ayli bo'lib turma. Durust o'tgani yaxshi o'tgani. O'zi yaxshi. Barlig'imiz armonimizga yetimizga tilakdamiz. Mana o'quvchilar, sizlar men bugungi tahririmizni yaxshi oyoqlab oldik, sababimizni oyoqladik. Sizlarga uyga topshirma, 5-topshirma matn bo'yicha dialogni to'liqtirib aytamiz, yozamiz. Uyga